Bugun sizlarga O'zbekistonga yangilik bo'lib kirib kelgan ekskruder apparatimizni mana bunaqa don mahsulotlarda birinchi bu drabilkamizda maydalab olib, ishlatib, tekshirib beramiz. Bu ekskruder apparatimizni vazifalari suvga cho'kmaydigan baliqchilik uchun shug'ullanadigan fermer akalarimizga juda ham qulay va aholiga xizmat ko'rsatishga, yem do'konlarga tayyor biznes qilib foydalanishingiz ham mumkin bo'ladi. Video davomida buni ekskruderda ishlatib va narxlarini hammasini batafsil tanishtirib o'tamiz. Avval bu don mahsulotlarimizni tortib, mana bu pilisosli vakuumli drabilkadan o'tkazib, birinchi un pudra holatida shaklga keltirib olamiz. Keyin bunga o'tamiz. Bu 380 lik 11 kilovatli vakuumli drabilkamiz bo'ladi. 1 soatiga un ko'rinishda don maydalab bersa 300 kilo, 400 kilogacha va setkasi kattalashgan sari 1 tonnadan 1,5 tonnagacha don mahsulotlarida un ko'rinishda mayin qilib chiqaradi. Endi buni mana bu don tortishlarini ko'rsatib o'tamiz. Mana ko'rib o'tishingiz mumkin. Pilisosli o'zi tortib oladi. Mana mayinligini ham ko'rib o'tishingiz mumkin. Juda ham mayin un holatida mana. Oppoq un bo'ladi agar kepagi alohida bo'lsa. Endi bunga to'g'ri olaylik. Ana endi don mahsulotlarini tortirib ko'ramiz mana. Makka mana shu joydan o'zi tortib bu yerdan maydalab beradi. Endi makkani chiqarishini ham bitta ko'rsatib qo'yaylik. Mana. Umuman bir dona ham doni yo'q. Haqiqiy un holatida chiqarib beradi mana.
baliqqa beradigan yemlar bo'ladi. Un ko'rinishda qilib chiqarib olamiz buni ham. Mana. Mana undan chiqayotgan holati mana. Mana. Juda ham mayin holatda qilib chiqarib beradi. Mana. Bu ikkalasining farqi. Xo'p, xudo xolasa bunda qolmadi. Hoppa. Mayinligini ham ko'rib o'tishinglar mumkin. Juda ham mayin holatda qilib chiqarish kerak. Un holatida qilib ekskruder apparatimizga shu holatga 18% namgarchilik bo'lishi kerak. Bu endi o'zimizning ratsion bo'yicha siz o'zingizda qanaqa ratsion bo'lsa, har qanaqa don mahsulotlarini ham yoki ziravor, vitaminlarni ham shu ko'rinishda chiqarib turib, keyin ekskruderga solib foydalansanglar, bemalol chiqarib bera oladi. Mana. Bu makka uni. Mana. Bug'doy uni endi tagida qoldi, hozir solib tayyorlab olamiz. Mana hurmatli kuzatuvchilarimiz, 10 kilo un ko'rinishdagi har qanday don mahsulotlarimizni tayyorlab oldik. Endi bunga 18% suv qo'shamiz. Mana ko'rib o'tishinglar mumkin. $10 kilo don mahsulotga mana 1 kilo 800, 18% deyiladi. Endi buni yaxshilab aralashtirib yuboramiz. Mana hozir o'zimizdagi mikserga aralashtirganini solyapmiz. Yaxshilab aralashtirib olamiz. Ratsionimizni tayyorlab aralashma tayyor bo'lyapti. Bu komplektida yo'q. Alohida zakaz qilib, buyurtma qilib olib keltirdik bu apparatimizni. 380 lik ekan bu ham. Iste'molga apparat sotadigan magazinlarda bo'lishi kerak bu narsa, bu apparat.
Mana hozir yana ozgina bor ekan. Yana aralashtiramiz. Ha? To'xtab. Ha. Aralashaversin ko'proq. Qancha ko'p aralashgan sari shuncha yaxshi natija effekt beradi. Kattaroq ob'yomlarga kattaroq mishalka qilib, ustonovka qilib aralashtirsa ham bo'laveradi. Оборот 1,5 ming оборот. Tayyor bo'lib qoldi. Mana endi tayyor. Buni endi ishlagan davomida to'kamiz. İçi de qolmadi. Mana bu tayyor ratsionimizni endi ekskruder apparatimizga solib ishlatib ko'ramiz. Buni sal avvalroq yoqiladi. Buni o'zini graduslari bor. Shitini ichida ichki qismlari 3 fazali bo'ladi, 15 kilovatlik faza zashitalar bilan, puskatorlar bilan jihozlangan bo'ladi. Knopkalari bu korumni chiqarishda katta kichik razmerlarda yoki mana bu o'zi bilan zavod tarafidan berilgan 5 xil razmerda o'zidagi bilan 6 xil bo'ladi. Ko'rib o'tishinglar mumkin. Kimga qaysi razmer kerak bo'lsa yoki zakaz qilgan mijozingizga, xaridoringizga shu razmerda chiqarib berishingiz mumkin bo'ladi. Komplekti narsalari shular bilan birga keladi va ikkita 400 vattda motorchasi bo'ladi buni. Hozir mana 100 gradusdan tepaga bo'ldi. Bu korum qilib beradigan joyi, tenti. Buni vati 600 vatt bo'ladi. Motor qismiga keladigan bo'lsak, motor qismlari 15 kilovatlik 1,5 ming оборот bo'ladi va 100% mis atmotkali bo'ladi. 3 fazaga ishlaydi. Remey orqali harakatlanadi. Endi bu tayyor o'zimizni ratsionni shu joyga solamiz. O'zi taqsimlab bu joydan pechkaga tortib, bu yerdan esa tayyor yem chiqarib beradi. İçini bir qator ko'zdan kechirib oldik. Tayyor bo'lgan ratsion yemimiz. Bu yemlarda 4 oy, 5 oyda tayyor bo'ladigan baliqlar 3 oy, 4 oyda xudo xolasa bemalol tayyor bo'ladi. O'zini donga vitaminlarini, yemlarini aralashtirib bersiz, yana ham kuchli yem bo'ladi. Mana shu holatda qo'shiladi. Ko'rib o'tishinglar mumkin.
Birinchi motor qo'shiladi. Ikkinchisi mana. Mana shu joydan aylanib, shu joydan tushadi. Dilsotoqqa qo'shib oling. Mana. Operator buni ko'rsatib qo'yasiz. Mana. Mana shu joydan taqsimlab tushirib turadi, shu joydan va bu yerdan esa pishirib mana uje chiqarishni boshladi. Mana qaynoqqina, issiqqina. Bularda legirovkalari mana shu joydan bo'ladi. Hozir mana chiqarish boshlandi. Mana. Bular boshida juda ham issiq bo'ladi. Mana shular suvga cho'kmaydigan mahsulot, baliqning mahsuloti bo'ladi. Mana. Mana ko'rib o'tishingiz mumkin. Buni har xil razmerlari ham bor. 5 xil razmeri bor. Bundan kattaroq yoki kichikroq qilib chiqarsanglar ham bo'ladi bu narsani va baliqni katta kichikligiga qarab chiqarasizlar. Mana hozir ko'rsatib o'taman unisini ham. Mana bunisi zapaska vali. Bunisi. Bu ochilmagan va mana bulari razmerlari. Shunda baliqda gramiga yoki kilosiga qarab, misol uchun kattaroq baliqlar bo'lsa, bularni tavsiya qilamiz. Bemalol yutadi suvni betida. Mana bunisi esa o'rtacha razmerlari bo'ladi. Mana. Pishirib chiqishni boshladi. Bu bir soatiga 100 kilodan 120 kilogacha shunaqa ko'rinishda yem ishlab chiqaradi. Bu mahsulot yengil o'tirgani uchun, shuning uchun kilosi ozga tuyuladi. Kukuruz pashti, kukuruz. Mana. Uje tayyor bo'lyapti. Mana motorchalari kesib beradi. Bu qizigandan keyin sal sovutasizlar. Mana bu tepa qismlarini ham ko'rsatib o'tishingiz mumkin. O'zi bu mikseri aylanib donni tortadi. Mana shu joydan donni un ko'rinish holatda tortadi. Mana. Mana shu joylaridan esa ko'rib o'tishingiz mumkin. Hamma motorchalar bu yerdan boshqarilib turiladi. Ozroq, sekinroq, tezroq shu holatlarda bunisidan boshqariladi. Bu faza zashita va aqlli shit bo'ladi. Bularda o'zimiz olib borib, uстановkalari bilan chiqarib beramiz. Mana. Hozir juda ham issiq. Mana. Bular pishgan holatda chiqadi.
Mana. Mana hurmatli kuzatuvchilarimiz, hozir bu tarafdan tashagan ratsionimizni chiqarib oldik. Shu ko'rinishda tayyor chiqib bo'ldi. Endi buni ozgina sovishini kutamiz. Hozir juda qaynoq bo'ladi. Mana shu holatda chiqarib beradi. Mana ozgina sovudi. Hali ham tag qismi qaynoq. Hozir suvga solib ko'ramiz. Avvalgi tashaganlarimiz ham mana ko'rib o'tishingiz mumkin. Mana. Umuman cho'kmagan. 100% ham. Bitta ikkitasi ham cho'kib qolgan edi. Endi hani bitta ikkita bo'lishi mumkin. 100% dan yo'q ekan tagida. Tagida yo'q ekan mana. Bunda cho'kmagan. Birinchi chiqqanlari lekin cho'kadi, sababi ular hali pishmagan bo'ladi. Boshida chiqqanlari og'ir o'tiradi, shuning uchun. Mana bunaqa dumaloq qilib pishirib berish kerak. Mana shu holatlarda. Birinchi chiqqanda sirazi suvga tashlaydigan bo'lsangiz, u 100% cho'kadi. Bu spirali qizib, bu mahsulotni ishirib berguncha ozgina vaqt, bir 3 minut, 5 minut vaqt talab qiladi xolos. Mana. Don mahsulotlari, qo'rim mahsulotlari umuman isrof bo'lmaydi. Suv yuzasida turadi. Baliqchilikka juda ham yangilik bo'lib kirib kelgan ekskruder apparatlarimizni 4 xil kilovatdagisi mavjud. 7,5 kilovat, 11, 15, 18,5 kilovatdagi o'zimiz qaysi biridan kerak bo'lsa dastavka, ustonovkalar qilib shu bir ishchiga polni hammasini o'rgatib qo'yamiz va zavod tarafidan berilgan qaysi don mahsulotlari, suvlardan qancha gram qo'shish ratsionlarini ham birgalikda aytib o'tamiz, topshirib qo'yamiz. Ustonovkalar qilib beramiz. Mana hurmatli kuzatuvchilarimiz, endi narxlarini aytib o'tadigan bo'lsak, narxlari 7,5 kilovatli soatiga 50 kilo mana shunaqa ko'rinishda yem chiqarib beradigan narxi $2500 bo'ladi. Bu 15 kilovatligimizni narxi esa soatiga 100 kilodan 120 kilogacha mana shunaqa suvga cho'kmaydigan yem chiqarib beradiganda narxi $3000 bo'ladi. Bundan tashqari 11 kilovati va 18,5 kilovatlari ham mavjud. Baliqchilik bilan shug'ullanadigan akalarimizga yoki biznes qilaman degan aholiga xizmat ko'rsatish yem do'konlariga qo'yib bemalol biznes qilsanglar ham bo'ladi. Bularni manzillarni aytib o'tamiz. Kelib, ko'rib, ishlatib, xarid qilishingiz ham mumkin. Toshkent shahar Erkinpost oldida Arkbuloq savdo majmuasini to'g'risida joylashgan yoki pastdagi raqamlarga Telegram orqali aloqaga chiqsangiz lokatsiyalarni tashlab beramiz yoki telefon qilsanglar o'zimiz to'liq ma'lumotlarni berib o'tamiz. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang va qo'ng'iroqchani bosib qo'ying.